aytyapsiz, baqiroq onaman, jahlim chiqadi, bolalarimga baqirib ketaman, jahlim chiqib ketadi, o'zimni ko'rsata olmayman. Harakat qiling, hozirdan farzandlaringiz jahlingizni chiqarganda ichingizda 3 marta chuqur nafas oling. Bilasizmi, ana bor nafas olishni texnikasi borda, 5 sekund degan. Ya'ni 5 sekund ichida siz nafasni olasiz va ichingizda 1, 2, 3, 4, 5 deb sanaysiz. Keyin 5 sekund nafasni chiqazasiz. Keyin 5 sekund ushlaysiz. Mana shu agar треугольник 5 sekundni nafasda bajarish mashqini qilaversangiz agar ongingizdagi stressni pasaytirishga harakat qilasiz. Bu qiyin bo'lishi mumkin sizga hozir tushunish yoki nafas nimaga yordam beradi. Ishoning, nafas juda katta kuchga ega. Eslang, tug'ayotgan paytda ikkita farzandingiz dunyoga keltirayotgan payt vrachlar nima degan? Chuqur nafas oling degan. Nafas. Chunki bizni stress, mana tug'ayotganda organizm stressga tushadi, kortizol baland bo'lib ketadi-da. O'sha payt nima qiladi? Nafas olish kerak. Nafas bilan stressni ozgina bosish imkoniyati bor. Shuning uchun qizlar hammangizga tavsiya, jahlingiz chiqganda, juda stress holatga tushayotganda chuqur nafas olinglar. Bu endi oson va har biringiz ishlashingiz va qo'llashingiz mumkin bo'lgan praktika.